sizlarga Pinduoduo programmasidan 105 mingga nimalar olganimni ko'rsatmoqchiman. Конечно, bu mini obzor 105 mingga nimalar kutasizlar. Birinchi bo'lib, mana shu mini zakolkadan boshlaymiz. Ikkita videoni bittasida oxiri boshqa bo'lgan обязательно-manda. Shular bilan taqishga oq zakolka. Keyin iPhone 14 telefonimni iPhone 17 ga o'zgartirmoqchi bo'lib, shunaqa chexol zakaz qildim. Dushmanlaringizni bemalol kuydira olasiz. Undan keyingisi men o'zimga mana shunaqa narsa zakaz qildim. Men Xitoydan 38 razmerda bitta kabluk zakaz qo'yganim. Shuni 1 yildan beri kiyolmayman. Bu yil kiyish maqsadida mana shunaqa kablugim uchun foydali bo'lgan narsa sotib oldim. O'sha kablukni hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana aytgan kablugim. Mana shu kablukimni 38 razmerda zakaz qo'yganman, bilmayman qaysi kallam bilan. Endi buni yechimi bor, albatta. Xitoyda hamma narsa bor. Mana shuni bunga qo'shib kiyamiz. Bunga mahsulotimizda bu videoni kabluklarga deb atasa ham bo'ladi. Buni men kabluklar bilan kiyish uchun zakaz qildim. Mana orqasi bunaqa, manti yo'q. Zora shunaqa zamonlarga keldik, bitta naskini ham maqtanadigan. Ham tez keldi, mana shu tovarlarim ishonasizlarmi, juda tez keldi. Mana 10 da zakaz qilganman. 16dami уже yetib keldi-da. Toshkent skladimizga o'ylaylik. 10 da men zakaz qilganman bu tovarni. 3 kunda yetkazib bergan bo'lsa ham Xitoy skladimizga уже 3 kundan 4 kunda skladimizda bo'lib turibdi-da. Qaranglar qizlar, buni chiroyliligini. Aytgancha, mana shu kabluk O'zbekistonda necha pul sotishyapti? Kommentariyada yozib ketinglar, iltimos. 105 ming. 105 mingga shuncha narsa O'zbekistonda ola olasizlarmi? Xullas qizlar, gapni qisqa qilamiz. Navokargoga yozasizlar, tovaringlarni 3-7 kunda Xitoydan olib kelib beramiz.